Namangandan bemorimiz bizga tashrif buyurgan. 18 yoshda burun operatsiyasi bo'lgan, lekin operatsiya to'liq bo'lmagan. Tekshirib ko'rganimizda barcha burun yondosh bo'shliqlari polipoz to'qimi aniqlandi. Bemorimiz kecha operatsiya qildik. Xudo xolasa hozir xabar olamiz. Operatsiya 3 soat davom etgan. Uzoq davom etdi. Operatsiya qiyin bo'ldi. Alhamdulillah bemorimiz o'zlari bilan ko'rishdik. Xudo xolasa hozir yana ko'ramiz. Ahvollari juda biz kutgandan ham a'lo. Hozir yaxshimi? Biz endi og'iz qoldiradigan tilab qoldirdik. Oldin burun operatsiya bo'lgan, yoshlikda. Burningiz operatsiya qilingan, oxirigacha to'liq qilinmaganda o'rta devori. Uni to'g'irladik, devorni to'g'irlab, ikkita yuqori jag' bo'shlig'i, pazuh bu yoqdan kista polip chiqdi, peshona hamma yoq ochib chiqildi, hamma yoqda polip o'sgan ekan. O'shaning uchun operatsiya uzoq bo'laydi. 3 soat, 4 soat, 5 soatga cho'zilishi mumkin operatsiya. Hozir yaxshimisiz? Alhamdulillah, tejalikda sog' bo'lsin. Ertaga ruxsat beramiz, uncha bugun ham davolaymiz. Endi ishlasizlar tegilmaydimi? Ya ertaga. Rahmat, tejalikda sog' ko'rishamiz ertaga. Ha. Rahmat. Hop. Ko'rdinglar, bemorimiz ahvoli juda a'lo darajada. Biz kutgandan ham yaxshi. Siz va yaqinlaringizda quloq-tomon burun muammo bo'lsa, albatta bizga yoki boshqa murojaat qiling.